Faberlic kompaniyamiz mana xlorella hamda spirulinani quritilganidan tayyorlangan badlarimizda ishlab chiqardi. Bu organizmga naturalni oqsil va vitaminlarni yetkazib beruvchi moddalardir. Bu pachkamizda har bitta tabletkasida 50% spirulina, 50% xlorella. Buni kosmonavtlar ichgan. Bitta xlorellani o'zida A vitamini, B vitaminlar kompleksi, C vitamini, D vitamini, E, kalsiy, железо, sink, magniy, fosfor bor. Spirulinani o'zida esa 12 ta mineral, 14 ta, to есть 12 ta vitamin, 14 ta mineral bor. Aynan go'sht bilan kirashish kerak bo'lgan hamma полезный vitaminlar mana shu bitta pachkani ichida bo'ladi. Bu esa naturalniy suv o'tlaridan, 100% naturalniy suv o'tlari quritilib tayyorlangan. Kim kuchli va vitaminga boy organizm bo'lishini xohlasa